Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yana bugun sizlar bilan ikkinchi biletda birinchi savolidan boshlab 10 savoligacha ishlab birgalikda shu savollarga javob beramiz. Boshladik. Ikkinchi biletning birinchi savoli. Yo'lning qarama-qarshi harakatlanish yo'nali tomoniga chiqish qachon taqiqlanadi? Endi iloji boricha sizlardan shu savolni to'liq o'qishlaringni so'rayman, chunki savolni to'liq o'qimasak, demak bu tushunchaga javob berishimiz qiyinroq bo'lib qoladi. Bunda endi variantlari ikki tomonlama harakatli qarama-qarshi yo'nalishda transport vositalari oqimlari ikkita uzluksiz chiziqlar bilan ajratilgan to'rtta tasmali yo'llarda. Demak, bunda mumkin. Yuqoridagi barcha holatlarda F3 javob esa ikki tomonlama harakatli to'rtta yoki undan ko'p tasmali yo'llarda. Bunda to'g'ri javob F2. Ikkinchi savol. Qaysi shartlarda transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi? Mana endi transport vositalaridan foydalanishlik to'g'risida gap ketyapti-da. Bu hamma variantlar bo'yicha e'tibor beradigan bo'lsangiz, ularning hammasi demak to'g'ri javoblarga to'g'ri kelyapti. Pnevmatik tormoz tizimida kompressor o'rnatilgan, bosimni ta'minlangan holatda, gidravlik tormoz tizimida suyuqlik oqayotgan bo'lsa, ishchi tormoz tizimida ishlamayotgan bo'lsa. Bunda to'g'ri javob F1 hamma ko'rsatilgan holatlarda. Uchinchi savol. Avtomagistralda taqiqlanadi. Avtomagistrallarda taqiqlanadi. Avtomagistral yo'l bu 5/1 belgisi o'rnatilgan yo'l hisoblanadi. Bu joyda orqaga harakatlanish, yuqoridagi barcha holatlar, to'xtab turish joyi yoki dam olish joyi belgilari bo'lgan maxsus maydonchalarda taxtalarda to'xtash, qayrilib olish va ajratuvchi bo'lganning texnologik uzilish joylariga kirish. Bunda endi avtomagistrallarda harakatlanishning alohida shartlari degan mavzumiz bor. Buni keyinroq yoritib beramiz. Hozir to'g'ri javob yuqoridagi barcha holatlarda. To'rtinchi savol. Qaysi transport vositasi haydovchisi to'g'riga harakatlanish huquqiga ega? Bunda endi chorahani ko'radigan bo'lsangiz, yana o'sha tartibga soluvchi turibdi-da, tartibga soluvchining ikkinchi usulining birinchi ko'rinishi bo'lyapti. Ikkinchi usulining birinchi ko'rinishi yana o'sha orqa tomondan kelayotgan avtotransport vositalari taqiqlanadi. O'ng tomon to'siq vazifasini bajaryapti. O'ng tomondan kelayotgan transport vositalari ham taqiqlanyapti. Mototsikl bu holatda o'ngga yura oladi. Avtomobil esa to'g'riga va o'ngga yurish huquqiga ega. Bunda to'g'ri javob to'g'riga harakatlanish so'ralyapti-da, F2 yengil avtomobil haydovchisi. Ikkinchi biletning 5-savoli. Quyidagi belgilarda harakatlanishga ruxsat beriladi. Mana endi e'tiboringizni qaratadigan bo'lsangiz, 3-2 belgi, ya'ni harakatlanish taqiqlanadi belgisiga qo'shimcha ravishda 7-tabga kelayotgan qo'shimcha axborot ishora belgisi, ya'ni ta'sir oralig'i degan belgimiz qo'shilib kelyapti. Bunda endi harakatlanish taqiqlanadi belgini ma'no jihatdan o'zgartirib boryapti. Harakatlanish chapga mumkin emas. Bizdan so'ralayotgan narsa harakatlanishga ruxsat berilayotgan tomonlarni ko'rsatibdi. Demak, o'ngga yurishimiz mumkin, to'g'riga yurishimiz mumkin va qayrilib olishimiz mumkin. Chunki chapga ko'rsatilgan joylarda qayrilib olishga ruxsat beriladi. To'g'ri javob F4. Mazkur chiziq nima haqida ogohlantiradi? Endi qaraydigan bo'lsangiz, stop ko'rinishidagi bu chizig'imiz yo'l harakati qoidalarining ikkinchi ilovasiga asosan birinchi tabda kelayotgan yotiq chiziqlarda 1.21 chiziq vazifasini bajaryapti. Bu chizig'imiz to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi bilan birga qo'llanilganda haydovchini to'xtash chizig'iga yaqinlashayotganligi haqida ogohlantiradi. Bu to'g'ri javob F2. 7-savol. Sarg'ish rangli miltillovchi chiroq yoqilgan holatda harakatlanish uchun imtiyoz beradimi? Endi mana transport vositalarida yalt-yalt etuvchi qizil va ko'k mayoqchali migalka bor. Unga qo'shimcha ravishda yana sariq migalkamiz borda. Yalt-yalt etuvchi qizil va ko'k mayoqcha imtiyozga ega bo'ladi. Sariq mayoqcha faqat ogohlantiruvchi ishora sifatida yoqiladi. Bu harakatlanishda imtiyoz bermaydi. To'g'ri javob F1 yo'q. Keyingi savolimiz, ya'ni 8-savol. Egri yo'llarda harakatlanayotganda avtomobil turg'unligi quyidagi qaysi holatlarda ta'minlangan? Endi avtomobil turg'unligini ta'minlash uchun biz biron bir uzatmadan foydalanishimiz kerak. Bu narsani sizlar ko'proq skorost deb nomlab qo'yasizlar. Harakat jarayonida demak, uzatma ulangan holatda avtomobilning turg'unligi ta'minlanadi. To'g'ri javob F3. 9-savol. Transport vositalarini orqaga harakatlanish paytida haydovchi qanday talablarni bajarishi kerak? Mana endi siz transport vositasida o'tiribsizda, orqaga harakatlanmoqchisiz. Bu holatda sizga orqa tomon yetarlicha ko'rinmaydigan sharoit bo'ladi. Iloji boricha siz boshqa harakat qatnashchilaridan ham
yordam so'rashingiz mumkin va ularni ko'rsatmasi bilan orqaga harakatlanishingiz mumkin. Ya'ni biror bir to'siq urilmasligi uchun yoki biror bir tomonga chiqib ketmasligi uchun. Bunda to'g'ri javob F1 harakatlanish. Demak, boshqa F1 javob. Keyingi savolimiz 10-chi. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak? Bu chorraha yana o'sha tartibga solingan chorraha, tartibga solingan chorrahada qaringiz svetoforlar yordamida demak chorraha nazorat qilinyapti. Bu joyda yana o'sha tik joylashgan asosiy svetofor va qo'shimcha qismli svetoforning yo'naltirigichi o'sha o'ng tomonga yoqilgan holat. Bunda endi asosiy svetoforda turgan qizil avtomobil imtiyozga ega bo'ladi, birinchi o'tib ketish huquqiga ega. Tramvay esa unga yo'l berib, undan so'ng o'sha o'ng tomonga burilib ketishi mumkin. Bunda to'g'ri javob qaysi haydovchisi yo'l berishi kerak? Demak, tramvay haydovchisi. Sizlar bilan ikkinchi biletda birinchi savolidan boshlab 10-savoligacha bo'lgan testni ishladik, yoritdik. Agarda ma'lumotlarimiz foydali va qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, demak bizni kuzatishda davom etishlarini so'raymiz.